Agar oyoqlaringiz ko'p terlaydi-ku, baraka topkunlar. Ermakka terlaveradi, ter chiqaveradi. Nima qilamiz? Uy sharoitida oson yo'li bor. Bir marta xo'p deng. Pochko araq kunat, du zabon qatemegum. Oson rohashas. Hamin qate vanichka mekunet, pochk diga araq namekunat. Nima qilamiz? 5-6 dona mana shu yong'oqni bargini olib, 3 litr suvga solib, bir qaynab olsin. Keyin issiq bo'lgan vaqtda oyoqni solib, oyoqni mana shu yerdagi suyagi, to'pig'igacha vanna qiling. 2-3 marta qiling, menga rahmat aytasiz. 5-6 dona bargacha giret, 3 litr obba parfta, yak bor jushonet ba garm har shab pesh az xo'p, yak shabba yak bor. 2-3 bor kunet, to amu ustug'ona pochko tagi amun obba istat. Xudo xaddiga araq namekunat. Bular so'ng Noxiya Zafarobod G'ulomjondan bepul sizlarga maslahat. Ay G'ulomjon shumoga tavsiya bepul. Hamma vaqt Tojikiston joni dilam vatanam. Ba pesh Zafarobod doimo olg'a ba pesh.